Halol ayta. Assalomu alaykum do'stlar. Nemis tilidan darslarimizni davom ettiramiz. Darsni boshlashdan oldin bir qancha izohlar kelgan ekan, ko'plab izohlar kelgan ekan. O'qib bermoqchi edim do'stlar. Bu darslardan qaysi sertifikatni ola olaman deb savol beribdilar do'stlar. Hozirgi kunda bizning darslarimiz hali A1 darajaga yetmadi. A0 darajada darslarimiz o'tilyapti do'stlar. Albatta inshaalloh A1, A2 yaqin orada A1 darslarimizni boshlaymiz. Keyinchalik A2 darajadagi darslarimizni, keyin B1 darajadagi darslarimizni, keyinchalik B2 darajadagi darslarimizni boshlaymiz do'stlar. Shu darslarni ko'rgandan keyin inshaalloh xohlagan sertifikatingizni ola olasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum. Omad, juda yaxshi o'rganyapman deb yozibdilar. Rahmat, sizga ham omad. Meni ismim Farhod, yoshim 45 da. Nemis tilini sizdan juda yaxshi o'rganyapman deb yozibdilar. Rahmat katta. Qiziqarli izoh kelibdi do'stlar. Chaynavordingiz. Sal vaqtni tejab hozir 1 daqiqa o'tib ketdi. Chaynavordingiz aka, oddiyroq, aniqroq vaqtni tejab o'rganaylik deb yozibdilar do'stlar. Oddiyroq vaqtni tejab o'rganmoqchi bo'lsangiz, maslahat berardim. Ibrat farzandlari bor. Feruza O'rolova dars o'tyapti. Feruza O'rolovaning darslarida oddiyroq va vaqtni tejab o'rganishingiz mumkin. Bizning darslarimiz ko'plab marotaba takrorlash va slovarniy zapas deydi ruschasi, so'z boyliklarini oshirishga mo'ljallangan darsligimiz bo'lib hisoblanadi. Hozirda A0 darajada dars o'tyapmiz. Keyinchalik A1, A2, B1, B2 darajadagi darslarimiz ham inshaalloh chiqadi degan umiddaman. Sizdan faqat qo'llab-quvvatlash do'stlar. Like, podpiskalar bilan qo'llab-quvvatlab turing. Nemis tilini o'rganayotgan do'stlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, darslarimizni jo'natib qo'ying. Darslaringiz to'xtab qoldi. Nimaga darslar chiqarmayapsiz? Iltimos darslarni davom ettiring degan izohlar ko'plab kelibdi do'stlar. Albatta buning uchun sizdan uzr so'rab qolaman do'stlar. Ro'za Ramazon oyida ko'plab darslar chiqaraman, ko'proq bo'sh vaqtim bo'ladi deb o'ylagandim. Aksincha bo'lyapti. Umuman bo'sh vaqtim qolmayapti do'stlar. Shuning uchun darslarimiz to'xtab qoldi bir qancha vaqt. Buning uchun albatta sizdan uzr so'rayman va endi inshaalloh yog'iga davom ettiramiz degan umiddaman darslarimizni. Biz darslarimizni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, nemis tilida qiziqmoq fe'li bor. Bu interessieren. Interessieren. Buni gapda misolda o'rganamiz do'stlar. Bu meni ko'proq qiziqtiryapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Bu meni ko'proq qiziqtiryapti. Es interessiert meni, mich, ko'proq, mehr. Es interessiert mich mehr. Bu meni ko'proq qiziqtiryapti.
Bu narsalar meni ozroq qiziqtiryapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Bu narsalar meni ozroq qiziqtiryapti. Diese Dinge interessieren mich weniger. Diese Dinge interessieren mich weniger. Diese Dinge interessieren mich weniger. O'rganmoq fe'li nemislar qanday bo'ladi? Lernen. Buni bilasiz do'stlar, lernen. Men chet tillarini onlayn o'rganyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Men chet tillarini onlayn o'rganyapman do'stlar. E'tibor bering. Bu yerda s bo'lganligi uchun interessiert ta bo'lyapti do'stlar. Bu yerda diese Dinge. Bu narsalar ko'plik. S. Bu deganimiz birlikda. Bu narsalar deganimiz ko'plikda. Shuning uchun fe'lning infinitiv shakli qolyapti. N qo'shimchasi. Bu yerda t ga o'zgaryapti. Do'stlar, e'tibor bering. Lernen. Demak, davom ettiramiz. Men chet tillarini onlayn o'rganyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Ich lerne Fremdsprachen online. Ich lerne Fremdsprachen online. Biz chet tillarni onlayn o'rganyapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Wir lernen Fremdsprachen online. Wir lernen Fremdsprachen online. Wir lernen Fremdsprachen online. Yordam bermoq fe'li bor edi do'stlar. Yordam bermoq fe'li. Helfen. Bu narsalar menga yordam beryapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Diese Dinge helfen mir menga mir Diese Dinge helfen mir. Diese Dinge helfen mir. Bu narsalar bizga yordam beryapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Diese Dinge helfen uns. Bizga. Diese Dinge helfen uns. Diese Dinge helfen uns. Do'stlar, gapirmoq fe'li bor edi. Sagen, gapirmoq. Sen buni tez-tez aytyapsan yoki sen buni tez-tez aytmoq, gapirmoq, aytmoq, sagen fe'li. Sen buni tez-tez aytyapsan demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Du sagst
Du sagst es oft. Tez. Yani, du sagst es oft. Du sagst es oft. O'g'il bolaga nisbatan u buni tez aytyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Sagt es oft. Sagt es oft. Sagt es oft. O'ynamoq fe'li bor edi do'stlar. Spielen. Ular futbol o'ynashyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ular futbol o'ynayaptilar. Sie spielen. Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball. Do'stlar, o'qimoq, tahsil olmoq fe'li bor edi. Studieren. Biz birga tahsil olyapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz birga tahsil olyapmiz. Wir studieren zusammen. Wir studieren zusammen. Ular birga tahsil olyaptilar demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie studieren zusammen. Sie studieren zusammen. Do'stlar, gapirmoq fe'li bor edi. Qandaydir boshqa tilda gapirmoq yoki chet tillarda gapirmoq, masalan, sprechen fe'li bor edi. Sprechen. Do'stlar, sprechen gapirmoq. Sagen aytmoq, demoq degan tarjimaga yaqin bo'ladi do'stlar. Aytmoq, demoq. Gapirmoq ham deb tarjima qilinadi. Sprechen gapirmoq deb tarjima qilinadi. Sprechen fe'lini ko'pincha biror bir tilda, chet tillarda, masalan, gapirmoq degan gapimizda ishlatishimiz mumkin. Do'stlar, sen ingliz tilida yaxshi gapirasan demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Du sprichst gut Englisch. Du sprichst gut Englisch. Ular nemis tilida yaxshi gapiryaptilar demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie sprechen gut Deutsch. Sie sprechen gut Deutsch.
bo'lmoq fe'li bor do'stlar. Haben bor bo'lmoq. Mening bitta savolim bor demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Mening savolim bor demoqchi bo'lsak, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Sening ko'p vaqting bor demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Sening ko'p vaqting bor. Du hast viel Zeit. Du hast viel Zeit. Du hast viel Zeit. Sening ko'p vaqting bor. Do'stlar, ko'rmoq fe'li bor edi. Sehen, ko'rmoq. Qiz bolaga nisbatan do'stlar, u mehmonxonani ko'ryapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Sie sieht ein Hotel. Sie sieht ein Hotel. Sie sieht ein Hotel. Biz buni hozir ko'ryapmiz demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Biz buni hozir ko'ryapmiz. Wir sehen es jetzt. Wir sehen es jetzt. Wir sehen es jetzt. Tushunmoq fe'li bor edi do'stlar. Buni albatta bilasiz. Tushunmoq. Verstehen. Men buni haqiqatan ham tushunyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe es wirklich. Men seni haqiqatan ham tushunyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Men seni haqiqatan ham tushunyapman. Ich verstehe dich, seni, ya'ni haqiqatan ham, wirklich. Ich verstehe dich wirklich. Ich verstehe dich wirklich. Do'stlar, kerak bo'lmoq fe'li bor edi. Kerak bo'lmoq. Brauchen. Menga sening yordaming kerak demoqchi bo'lsak, nemislarda qanday bo'ladi do'stlar? Ich brauche deine sening degan do'stlar, deine degan sening deb tarjima qilinadi. Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Bizga sening yordaming kerak demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Wir brauchen deine Hilfe.
Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Do'stlar, qilmoq, bajarmoq fe'li bor edi. Machen. Machen. Qilmoq, bajarmoq. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u juda ko'p xatolar qilyapti demoqchi bo'lsak, nemislarda qanday bo'ladi? Macht. Macht so viele Fälle. Macht so viele Fälle. Macht so viele Fälle. Qiz bolaga nisbatan do'stlar, u juda ko'p mashqlar qilyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie macht so viele Übungen. Sie macht so viele Übungen. Übungen. Do'stlar, to'g'ri talaffuz qiling. Übungen. Übungen. Übungen emas, Übungen. Übungen. Sie macht so viele Übungen. Do'stlar, atalmoq fe'li bor edi. Ya'ni ismi yoki nomi atalmoq fe'li bor edi. Heißen. Heißen fe'li bor edi do'stlar. Sizning atalishingiz nima yoki sizning ismingiz nima deb so'ramoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Wie heißen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Sening isming nima deb so'ramoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Wie heißen du? Wie heißen du? Wie heißen du? Kechirasiz do'stlar. Wie heißt du bo'ladi do'stlar. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißt du? Sening isming nima? Keyingi fe'limiz do'stlar, ishlamoq fe'li bor edi. Arbeiten. Arbeiten. Ishlamoq. Arbeiten. Ishlamoq. Biz birga ishlayapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz birga ishlayapmiz. Biz birga ishlayapmiz. Wir arbeiten. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Biz birga ishlayapmiz. Ular birga ishlayaptilar demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Ular birga ishlayaptilar. Sie arbeiten. Sie arbeiten zusammen. Sie arbeiten zusammen. Sie arbeiten zusammen. Bormoq, ketmoq fe'li bor edi do'stlar. Gehen. Gehen. Bormoq, ketmoq. Bu ya'ni piyoda bormoq, ketmoq deb tarjima qilinadi fe'l do'stlar. U o'g'il bolaga nisbatan u maktabga ketyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi?
gate, gate, Schule. Geht zur Schule. Geht zur Schule. U maktabga ketyapti. Men uyga ketyapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Do'stlar, bu yerda zur, bu yerda nach nima uchun har xil yodlashga qiynalyapmiz deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin do'stlar. Bu mavzularda albatta kelasi darslarimizda aniqroq, to'liqroq tushuntirib o'tamiz do'stlar. Hozirda faqat bu so'zlarni qo'shimchalarni yodlab qolishga harakat qiling do'stlar. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Sizdan like, podpiska, do'stlaringizga videolarni jo'natib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Albatta bu men uchun juda muhim. Kanalimiz rivoji uchun albatta like tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Bis bald.